Rasululloh sallallohu alayhi va sallam masjidda o'tirib musulmonlarga va'z qilar va ularga o'z dinlarini o'rgatar edilar. Shu payt bir arobiy masjidga kirib keldi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uni ko'rdilar va atroflaridagi sahobalarga qarab, bu odam xoinlik niyatida keldi. Alloh uning qilmoqchi bo'lgan ishiga to'sqinlik qiladi dedilar. Ey odamlar! Qaysi biringiz Abdulmuttalibning o'g'lisiz? Rasululloh sallallohu alayhi va sallam men Abdulmuttalibning o'g'liman dedilar. Ey odam, qani Rasulullohdan nariroq tur. Ey Allohning rasuli, bu xoin odam. Yonida xanjari bor ekan.